Men doğrusu indemasligimning sababi ulardan qo'rqqanimdan emas. Men doğrusu bir insana yomonlik aytgasim gelmeydi. Onu batqaqına batasım yok men. Onu razolatına, onu tuhmatlarına, absurd gaplarına, yine de ne deydi? İçindeki bar negatifni, agressivni kayfiyatda yuradigan insonlar bo'ladi. Faqat negativ bo'ladi, kayfiyatda yo'q, hech qachon yaxshi kayfiyatda yurmaydi u. Ona bir pozitivni narsalar yoqmaydi, birovni xursand hayotini yoqtirmaydi, birovni yaxshi giyinib yurgani, yaxshi hayotini ko'rsa, asabiylashishni boshlaydi ular. Doğrusu. O'zi hech narsaga erishgan odamni ko'rolmaydi. Tak что baxilni bog'i ko'karmas, ko'karsa meva bermas deydi. Gap egasini topadi. Men aytchakim, qo'shtirnoq ichindagi odamlarimiz bor shunday. Oshida yozib o'tirgan odamlarni bilib olaverasizlar. O'zi negativ fikrlab, o'zini bildirib yozib qo'ydi. Kommentlarni teyinda.